Keyin hech charchamadingizmi? Yaxshi ishladingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Keyin shunday yo'llar tanishimni olaylik, kutib turuvdilar. Mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umid aka, shunda keyin uyga tashlab o'tib ketsak bo'ladimi? Bo'ldi, farqi yo'q. Qarashlari boshqacha. Mana yoqdim shakil. Nima qilmasin, shuni yedirishim kerak. Aziz, ko'pda tanimadim. Kim edilar bular? Keyin akam rahmatli olamdan o'tganlaridan keyin ancha qiynalib qoldilar. Ishlarga olib borib, olib kelib, shunab yuraman. Ha, shunaqa degan? Yaxshi. Voy, assalomu alaykum. Azizjon aka uyda yo'q edilar. Menga Azizjon emas, siz keraksiz. Nima? Tushunmadim. Yo'q, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Azizjon aytuvdi menga, ozgina kenayim qiynalyapti ishdan deb. O'shanga ish taklif qilib kelyotgandim oldingizga. Shunaqamidi? Mani tikuv sexim bor. Bizga borsiz, o'sha yerda hammasini gaplashib olamiz. Tamam. Baxtir meniki bo'lasan. Aytganchi. Dilobarga salom ayting. Ayolim Dilobargami? Dugonam Dilobarga.